Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mana shu Stixmi bir narsalar degan suxarikni olib kelgan kecha qizlarimiz maktabdan. Mana ichidan chiqqan qurtni qaranglar. Kimga ko'rinyapti? Mana shaklga kirishini qarang, shaklga kirishini. Mana. Ana shuni ichidan chiqdi. Sizlardan iltimos, hurmatli ustozlar, iloji bo'lsa tanaffus paytida bufetlarga chiqib olmasin shu narsalarni. Mana qarang, qurtni qarang. Bu bolani ichiga kiradigan bo'lsa, bu nima bo'ladi bu? Mana men hozir uyda ko'rib qoldim shu narsani, to'kib ko'rdim, ichidan mana shu qurt chiqdi. Mana shaklga kirishiga qarang buni, mana. Bu bolani ichiga kirsa nima bo'ladi kelajakda? Bu bolalarimiz keyin gijjaga to'ladi-ku ichi. Ota-onalar, sizlar ham xushyor bo'lsizlar, pul bermaysizlar qo'llariga. Bunaqa mahsulot olmasin. Mana shaklga kirishiga qarang buni. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu narsani ichidan chiqdi hozir. Men aytayni Mana shu tip shaklga kirib o'ynayapti. Mana shu qurt chiqyapti ichidan. Ehtiyot bo'lsizlar. Tarqatib yuboring sizlar iloji bo'lsa gruppalarga.